Okalar, ukalar, og'aynilar. Bu maqsad biza chiqib, bu yerda qissa qilib aytganda o'zbeklarni yerga urishmas. O'zimizni tepaga olib chiqish. Undan ko'ra O'zbekistonda bo'layotgan yaxshi narsalarni videoga olib chiqarish kerak. Santda narmanli bolalarni, nima ish bo'layotganlarni, yaxshi narsalarni chiqarish kerak. O'zinglarni yerga urib, mana delovoychilik qilib, kerak emas u narsa yig'ishtirlaring. Yosh bolalik qilmalaringda. Aka-uka bo'lib yashay, mana shu yerda bir-biriga poddeshka qilib, musofir yurib, poddeshka qilib qattamisi 12 ta viloyatdan poddeshka qilyapti. Toshkent bo'ladimi, Samarqand, Andijon, Namangan, Sirdaryo. Qat bo'lsa ham-da, xullas sanab chiqquncha hozir bosh og'rib ketadi. Undan ko'ra o'zbeklar bitta bo'lsa, hammasi nishtak bo'ladi. O'zbeklarga abidni qilmalaring, boshqa millatlar kulyapti bu yerda. Bitta o'zbeklar ishlamayapti, musofir yurtdi. O'zbekistonning ahvolini qara, chiqarayotgan bir-birini ustidan kulyapti deb. Ahmoqlik qilmasdan, kallani ishlatib, gapirayotgan gapni o'ylab gapiradimda. Hammada ham og'iz bor gapirishga, tili suyagi yo'q, javob bera olmaysanlar. Kallani yaxshilab ishlatib ko'rlaring. Sallaga o'tda panatga berish, o'zimiz chiqib reklama qilishmas. Biza bu yerda bori Namanganlar, Andijonlik bolalar oshinasi bo'lib, og'ayni bo'lib yurganlar bir-biri bilan urushib, bir-biriga teskari bo'lib qo'yotgani uchun biz chiqib majbur yozyapmiz. Bizga kerak emas narsa u. Bizani bittasi ko'rish, reklama qilish maqsadida chiqmayapmiz. Aqlingni ishlat bo'ldi. Undan ko'ra aka-uka bo'llaring. Unaqa narsani chiqarma, yig'ishtir. Yo o'zi bular millatchimi yo bular? Millat ajratosizlarmi yoki? Tovar bitta O'zbekistonda yashayapsan-ku. O'zbek qoni ajralyapti. Shevinda farqing bor lekin. Yibanuti bular manaqa kelasan, o'g'ayni bo'lasan, aqda millatchilik qilasan. Dadang sotib olganmi Anjonni? Dadang sotib olganmi Namanganni? Qayerda sotib olgansiz? Ha? Kim sotib olgan? Unda og'ir gaplar bir-biriga kerak emas. Bir-biringni undan ko'ra poddeshka qillaring. Namanganda ham zo'r bor, Andijonda ham zo'r bor. Hamma joyda zo'r bor. Zo'rdan zo'r chiqadi. Oxiri qisadi. O'shaning uchun kerak emas narsani qo'ylaring. Chiroyli bo'lsa, hammasi xursandchilik bilan o'zbekni qanaqaligini ko'rsatilaring undan ko'ra. O'zbekdan qo'rqsin. Kerak bo'lsa turklar qo'rqadi bizdan, o'zbeklardan. Asl turk bo'ladi. Bunaqa qilib yerga ursalaring, bizani yerga kirgizib yuborasanlar. O'zbekiston turib bir-birini ustingga minib o'rsanlar. Kerak emas narsa-da bu. Kallangni ishlataring, yana sallaga orsiz gapimiz bo'lmadi. Xafa bo'lgan bo'lsalaring, o'rs xafa bo'ladi atak. Xafa bo'lmalaring gapdan. Orsiz gap bo'lmadi, sallaga chiroyli gap tushuntiryapmiz. Bu yo'g'a osalaring ham, olmasalaring ham kallangga abidni sallaga bo'ladi, bizga abidni bo'lmaydi. Olsang dadang puliga, olmasang ayang puliga. Ha, xafa bo'lmalaring. Bu yerda sallaga chiqib olib, bilatni o'ynay qilish, qo'ylaring. O'zbekimizning onasini emsin. Tinch davlatda yashayotsin. Jannat yurtda yashayotsinlar. Bilasan, boshqa joylarda urush janjali bo'layotibdi. Undan ko'ra shuni chiqarlaring, O'zbekistondagi tinch yurt yo'q, jannat yurt yo'q deb. Nima qilasan, bir-biringni ustingga kirib, prikol qilib, yozib, annaqa qilibdi, bu yerdan u chiqibdi, bu yerdan yosh bola, kerak emas narsani qo'ylaring. Hammangdan o'zingga narmanli bola dursanlar, shallani aka-ukang bordir. Va videoni chiqarayotganlaringda aqlingni ishlat, gapirayotganingda aqlingni ishlat, kallangni ishlat. Salla ham bitta odamni o'rnini zaynat qilib yursanlar odamman deb. Narmanli bola bo'llaring, qo'y, orsiz gapgacha. Naxoy kerak emas. Chiroyli bo'lsa, hammasi chiroyli bo'lsa, cho'tki bo'lsa, hamma borib tan bersin O'zbekistonga. Salla chiqib olaman deb reklama qilmalaring. Reklama qilsalaring O'zbekistonni yaxshi tarafini reklama qil, yomon tarafini reklama qilmalaring. Xudoyim uni shunaqa yaratgan. Hamma joyda bor, butun dunyoda bor. Bu kasallik. Bir kun o'zingni ham boshingga keladi. O'shani kallangni ishlat. 2 metr surib bilan ketasan oxiri.
bilatni o'ylay qilasan, chiqib olib, tiqama, yorama, urib yorama. U gap hamma ham og'izda gapiraveradi, og'zingda polvonlik qilma. Chiroyli bola bu. U gapda boshqa O'zbekga ishlatma, boshqa millatga ishlat, boshqa millatni yoritib tashalaring. Duxing yetsa, boshqa millatni ko'tini yoritib tasha. O'zingnikini o'zing yetarasanlar kerak bo'lsa. O'zingnikini yetarma, boshqa millatni yetarlaring. O'zbek desa boru yaxshi taraf bilan kallasida qolsin. Chiqib olib, aqllilik qilib, bilatni o'ylay qilasan. Hammada ham bor og'iz, hammada ham bor kuch. Hammada aql bor. Aqli yetadi. Bankenga ishonmagin. Chiqaror mamta hammang o'zingcha aqllilik qilasan. Chiroyli gapirlaring, chiroyli narsani gapir, xursand bo'lsin. Qancha musofir yurtda yurgan odam bor bo'lsa, qancha seziladi. Yer qo'rg'osizlar. Kulyapti masjidda, ko'zimiz bilan ko'ryapmiz. O'zbekistonda ko'tlar bor, ko't chiqyapti. Butun dunyoda bor. Bu kasallik, unaqa ish qilmalaring. Okalar, uka, og'aynilar sog' bo'linglar. Dilinglarga og'ir botgan bo'lsa, uzr. Narmanni tushungan bo'lsanglar, o'shanga qarab yaxshi tarafini qilaveringlar. Boshqa narsaga hojat yo'q. Bir kunlik dunyo. Kelasan, o'lib ketasan. bu fikrlar musofirda yurgan barcha o'zbek Biza fikrimizni aytib qo'ydik, musofirda yurimizni shuncha aytamiz.